Ma'lumki, har yili 9-iyun Xalqaro akkreditatsiya kuni sifatida keng nishonlanadi. Xususan, Milliy matbuot markazida ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida bo'lib o'tgan matbuot anjumani ham O'zbekiston akkreditatsiya markazi faoliyati hamda sohadagi istiqbolli rejalarga bag'ishlandi. Mamlakatimizda akkreditatsiyadan o'tkazilgan muvofiqlikni baholash organlarining 85% xususiy sektor vakillari hissasiga to'g'ri keladi. Shundan 127 tasi sinov laboratoriyasi, 80 tasi sertifikatlash organi bo'lsa, qolganlari boshqa qator faoliyat bilan shug'ullanadi. Matbuot anjumanida markazning bugungi islohotlar jarayonidagi muhim ishtiroki va iqtisodiy-ijtimoiy masalalardagi ahamiyati to'g'risida ham so'z bordi. O'zbekiston mahsulotlari dunyo bozorida tan olinishi uchun akkreditatsiya idorasining o'zi tan olinishi kerak. Keyingi 3 yilda ana shu yo'nalishda tizimli ishlar olib borildi. Buning samarasi o'laroq joriy yilning yanvar-mart oylarida Xalqaro akkreditatsiya tashkilotining 8 davlatidan xorijiy ekspertlar markaz faoliyatini baholashdan o'tkazishdi. Bizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sinovlardan o'tkazilgan mahalliy laboratoriyalarimiz, sertifikatlash idoralarimiz xulosalari shu IAC doirasida imzolangan davlatlar orasida to'g'ridan-to'g'ri tan olish boshlanadi. Ya'ni qo'shimcha sinovlar o'tkazmasdan tan olish bo'lsin. Bu ham bu savdodagi texnik to'siqlarni bartaraf etish, eksportga ko'maklashish katta yordam beradi. Asosiy maqsadimiz ham shu. Sohadagi qo'lga kiritilgan yutuqlar bilan bir qatorda mavjud muammolar ham jurnalistlar e'tiborida bo'lib, mazkur savollarga mutasaddilar alohida to'xtalib o'tdilar. Markazning atrof-muhit, oziq-ovqat xavfsizligi, zamonaviy energiya manbalaridan foydalanish, mustahkam infratuzilmani yaratish, suv resurslari bilan ta'minlashning oqilona yechimlari, barqaror iqtisodiy o'sishga ko'maklashish ishlari tahlil etilib, bu borada akkreditatsiyadan o'tgan idoralar faoliyati to'g'risida ham ma'lumot berib o'tildi. Muhimi, muloqot jarayonida tizimdagi shaffoflik, xolislik va halollik tamoyillarining eng asosiy mezonlaridan ekanligi anglashildi.